kuzatuvchilarimiz, obunachilarimiz Fayz xonadonimizni jaluziylarni qilib berdik. Ko'rib baho berishinglar mumkin o'zinglar. Xudo xolasa ideal bo'lib chiqqan. Aboylarga moslab, atechento variantda qilib berdik. Bizning bu xizmatlarimizni o'lchash, ustun qilish xizmatlarimiz bepul, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Xudo xolasa chiroyli qilib, ideal qilib, sifatli qilib ishlaringizni bitirib beramiz. Bu yerda yana dalishi koridorimizda ham xuddi shunaqa atechentolik bo'lgan. Xudo xolasa chiroyli bo'lib chiqqan, mana ochib o'tirgan varianti. Bu yerda yana yopib o'tirgan varianti. Bu xonamiz deydiski xonamiz sal to'qroq bo'lgan, lekin jaluzisini ham bir xil qilganmiz. Ko'cha tomonligi uchun chiroyliroq ko'rinadi. Bu orqa tarafdan fonga chiroyli beradi. Ko'chada ham trementing qilinganda ham ideal bir xil bo'lib turadi xudo xolasa. Bu yerda yana bitta zalimiz bor. Bu gulli bo'lgan. Ochroq bejiylik hisobiga bejiy qilganmiz. Buni ham atechento qilib. Xudo xolasa uyi juda chiroyli ochib bergan.